Xudodan qaytmasa rozi emasman. Kiring. Assalomu alaykum. Marhamat. O'tiring endi, dada. Dadamni ko'zlari pashti ko'rmay qolgan. Olib bormagan joyimiz qolmadi. Davolay olasizmi? Foydasi bormi o'zi? Avvalo shifo Allohdan. Lekin bizning klinikamizda O'zbekistonda yagona bo'lgan diagnostika va malakali shifokorlar bor. Men otangizni yakka ko'rikdan o'tkazishim kerak. Tashqariga chiqib tura olasizmi? Пожалуйста. O'zi har kun sudrab yuraverib jonimga tekkan. Men ko'chada ishlarimni qilib turaman. Juda sizni yaxshi ko'rar ekan-a? 5 yil bo'ldi, ko'zim xiralashib qolgan. Bir o'zim hech yoqqa chiqa olmayman. Qaysi qilgan gunohlarim uchun menga bu jazo berildi. Bitta o'g'lim bor. U ham bo'lsa bemehr. Unga faqat pul bo'lsa bo'ldi. Tekshiruv boshlaymiz. Tushunarli. Iloji bor ekanmi? Sizni ko'zingiz 5 yil emas, 30 yil oldin ko'rib bo'lgan. Tushunmadim. Rostdan ham gunohlarim yo'q deb o'ylaysizmi? Rostdan ham o'g'lingiz bittami? Eslab ko'ring. Dadajon, bizni tashlab ketmang. Sizsiz qanaqa qilib yashaymiz? Oyim kasal-ku. Yo'q. Xullas, 2 kundan keyin uyni bo'shatib qo'y. Men boshqasiga uylanyapman. Sizni Xudoga soldim. Xudodan qaytmasa rozi emasman. Bachira Vazina. Sen kimsanki, seni duoibating nima bo'lardi? Abdulla. Ha. O'sha siz boyvachcha ayoli deb voz kechib ketgan o'g'lingiz menman. Siz o'shanda boylikni tanladingiz. Mana bugun farzandingiz pul uchun sizdan voz kechishga tayyor. Abdulla. O'g'lim. Men o'shanda katta xato qilganman. Iltimos, meni kechir. Kechir olsang kechir o'g'lim. Mana shu o'g'lim degan so'zingizni eshitishni necha yil kutganimni bilasizmi? Men-ku sizni ko'zingizni davolarman. Lekin siz onamni guldek umrini qaytara olasizmi? Meni kechir. Qaytar dunyo deydilar. O'g'lim kechir. Uzun Kechir. hikoya aytar dunyo deydilar. Unutma do'st hamsoya qaytar dunyo deydilar.